Urganch shahrida imkoniyati cheklangan yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Uzbekistan Digital Inclusion xalqaro tashabbusi doirasida navbatdagi trening bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Loyiha Jahon banki va IT Park bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan bo'lib, imkoniyat cheklangan fuqarolarning IT sohasidagi salohiyatini oshirishni va ularni zamonaviy iqtisodiyotga integratsiyalashni maqsad qilgan. Trening mashg'ulotlari ishtirokchilarda o'z kuchiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, rezyume tuzish, intervyularga tayyorlanish va o'zini samarali namoyon qilish ko'nikmalarini shakllantirish, huquqiy bilimlar va mavjud ijtimoiy kafolatlar haqida xabardorlikni oshirish, axborot texnologiyalariga asoslangan xizmatlar sohasidagi real ish imkoniyatlari bilan tanishtirish yo'nalishlarini qamrab oldi. Shuningdek, trening, interaktiv darslar, guruhiy muhokamalar, suhbatlar va muammoli holatlarni hal qilish mashqlari asosida o'tkazildi. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha ishga joylashish maqsadida seminarda qatnashyapman. Bugungi seminarda o'zim kabi ishsiz yurgan insonlarni ko'pligini ko'rdim. Bugun ishga joylashish haqida va ish dokumentlar orqali signalar to'ldirish kerakligini, qaysi saytlar orqali ish izlashimizni o'rganib oldim. Kelajakda shu o'zimga o'xshagan insonlarga yordam berish, qo'llab-quvvatlash ularni, kelajakka shu yo'naltirib turgan insonlarimiz orqali kimlarnidir hayotini o'zgartirish, kimlarnidir intellektini o'zgartirish bo'yicha mening ham o'z hissam qo'shish niyatim bor. Shuningdek, dastur doirasida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 50 nafar imkoniyat cheklangan yoshlar uchun zamonaviy mehnat bozoriga mos ko'nikmalar asosida ma'lumotlar berildi. Bugungi seminar treningni o'tkazilishidan maqsad nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashga ko'maklashish, ular kelajakda o'zlarini ishga joylashgan paytda qanday qilib rezyumelarini to'ldirishni o'rgatish, ularni bilim ko'nikmalarini oshirishdan iboratdir. 25 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarimiz qatnashadi. Ushbu seminar treningda viloyatimiz bo'yicha jami 50 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarning ishtiroki ta'minlanmoqda. Bu seminar trening respublikamizning barcha viloyatlarida bo'lgan, mana bugun oxirgisi Xorazm viloyatida o'tkazilyapti. Viloyat nogironlar jamiyati tomonidan kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha, nogironligi bo'lgan shaxslarga tikuvchilik bo'yicha, duradgorchilik bo'yicha bepul o'quv kurslarini tashkil qilganmiz. Ularning bilim ko'nikmalarini oshirganmiz hamda sertifikatlar bilan ta'minlaganmiz. Davlatimiz tomonidan yaratilgan imtiyozlardan kelib chiqqan holatda ularni o'z-o'zini band qilish uchun subsidiya olishlariga ko'maklashganmiz. Hozir nogironligi bo'lgan shaxslar uylarida tikuvchilik bilan shug'ullanib o'tirganlarimiz bor. Tikuv mashinalari olib berganmiz subsidiya asosida. Mazkur tashabbus O'zbekistonda raqamli inklyuziv muhitni shakllantirish, IT sohasida 10 mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini yaratish hamda ijtimoiy zaif guruhlarni iqtisodiy jihatdan barqaror integratsiyalashga xizmat qilmoqda.